Assalomu alaykum. Davom etamiz. Navbatdagi adresimizga ham mebellarimizni olib kelib, o'rnatib, ham bo'ldik. Yotoqxona to'plam olib kelganmiz. Bu eng ko'p sotiladigan mebellardan bittasi desak ham bo'ladi. Jizzaxning Forish tumaniga olib kelganmiz. Endi mebel haqida qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Xo'sh, mebeldan boshlaydigan bo'lsak, materialga keladigan bo'lsak, 100% rossiyskiy laminatdan bo'lgan materiali. Rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. Mebelni rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. Xo'sh, divanga keladigan bo'lsak, divanimiz mana bu o'rta holatda e'tibor bersak, mana bunday holatda. Xo'sh, klient o'zgartirgan, o'zi bosh qismi mana bunaqa emas, rangi boshqacha, pinadan edi, hozirgi holati mashalkali bo'lgan holatda. Endi biz ham tavsiya qilamiz, ko'proq mana shuni tavsiya qilamiz, sabab mustahkamligiga bu ancha xizmatni qiladi. Xo'sh, divanning ustki holati paralon, ya'ni 4 santimetrlik mashalka. 4 santimetrlik mashalka, matras emas, 4 santimetrlik mashalka bo'lgan holat. Xohlovchilar uchun matras qo'yib beramiz. Narxida 1 milliondan 100 dollargacha razisasi bo'ladi. Sabab ortoped, polartoped. Ortopedический matras 100 dollar bo'ladi. 3 yil garantiyasi bor matras bo'ladi. Usti almashtirsa bo'ladi demoqchiman. Xo'sh, tumbalari o'rta holatda. Shkafga keladigan bo'lsak, yonbosh razmer 240, balandligi 217 pastki nuqtadan tepasigacha 217. Mana bu o'znasiga qismi 240. Kiyim sig'im mana bu eshikdan qolgan mana bu qismi 50 cm, ya'ni kiyim sig'im razmeri 50 cm. Mebelni ichki holati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar klient xohishi bo'ladi. Hozirgi nima deydi, standart holatdagi ichki ko'rinish. Mana bu razmeri uzunroq, narigi chetki qismi ham xuddi shuni o'zidek bo'lib yasalgan. Xohlovchilar uchun o'rnini almashtirib ham beramiz, sabab o'rta qismi polka, qaysidir qismi menga yo'qmadi, o'rta qismini kiyim iladigan, chetki qismini polka qilaman desa ham o'zgartirib bera olamiz. Mana bu ichki holati. O'rtada sipchasi bor, pastda ikkita tortmasi bor. Tortma yo'qmadi, splashnoy eshikni o'zini tushiraman desa ham klient uni ham qilib beramiz. Ikkita oynali eshik splashnoy pastgacha tushadi, tortmani olib tashlaymiz. Mana bunday holatda bo'ladi. Xo'sh, tepasiga e'tibor bersak, telefonchalari bor. Agar bu ham menga yo'qmadi, shuni klassический olib tashlaymiz desa, buni ham bemalol o'zgartirsa bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, 20 xildan ziyod tanlov bor mebel rangida. Termosga keladigan bo'lsak, 1.30, balandligi 2 metr. Mana bunday holatda. Oynalari, buni ham, tremoni ham oynalari charxlangan. O'zi aslida bu oyna boshqaniki edi. Mana bu chetki qismidagi yo'q. Mana bu splashni o'ziga yopishgan, hozir zazor bor. Orqa qismida svetiniy qo'yilgan, yonadi, yonishga moslangan. Mana bu ichki holat. Polkalari bor variantda, tortma sig'machi keng ishlangan, ruchkalari ikkitadan qo'yilgan. Sabab razmeri uzunroq bo'lganligi uchun. Vakuum emas, xohlovchilar vakuum qilib beramiz, faqat narxida ozroq razisasi bo'ladi. Eshiklar 100% vakuumda, tremoni ham, shkafni ham eshiklari 100% vakuumda. Mexanizmi ham ancha sifatlisidan ishlatilgan. Xo'sh, bizning adres Jizzax shaharining o'zida. Biz bilan bog'lanish uchun pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Mebel 150 km dastlabki ustanovkasi ichida bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi. 5 million so'mgacha 150 km olib borib o'rnatish tekin bo'ladi. 5 million narx ichida bo'ladi. Mana shu holatda divan, ikkita tumba, shkofi, tremo hamda bitta stolchiki bo'ladi. 5 millionga 150 km Sirdaryo, Samarqand, Jizzax olib borib o'rnatish tekin ichida bo'ladi. Xo'sh, pastda nomer qoldiramiz, bemalol bog'lanib biz bilan aloqaga chiqishingiz mumkin. Mebel 2-3 kun zakaz berganingizdan keyin 2-3 kun davomida yetkaziladi manzilgacha.